Assalomu alaykum. Yana bir bor navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bu darsda sredniy stoyimliz zakaz chiqarishni o'rganamiz. Bu nima uchun kerak? Umuman o'zi sredniysi nima degan savolga javob berishga harakat qilaman. Bu summa qilingan savdolarni summasi. Deylik, mana Azizda Toshkentda 15 ming so'mlik olmadan 15 kilo sotgan. Buni summasi 225 ming so'm bo'ldi. Endi buni mana bu Toshkentdagi olmalarning sredniysi 720 ming so'm bo'ldi. Agar u ikkita sotganda edi 465 ming so'm. Yo'q, sredniysi 232 ming so'm agar u ikkita sotganda edi. Hozir bu 3 ta sotdi, demak savdo yaxshilanyapti, 240 ming so'm. Aytmoqchi bo'lganim, sredniysiga qarab savdo yaxshi bo'layotganini ma'lum bir darajada ko'rsa bo'ladi. Shu uchun sredniy stoyimiz zakaz chiqarish juda ham bir xilda kerak hisoblanadi. Shuni o'rganamiz. Biz buning uchun umuman sredniyni qanaqa chiqarish qoidasini bilib olishimiz kerak. Ko'pchilik bilsa kerak. Sredniysi hozir mana bu 3 ta summani yig'indisi 720 ming bo'layotgan bo'lsa, uning kolичествоsi 3 ta bo'layotgan bo'lsa, 720 ni 3 ga bo'lingan. 720 ni 3 ga bo'lingan 240 ming so'm. To'g'rimi? Mana xuddi shu narsa 240. Demak, sredniysi yig'indini nechta zakaz soniga bo'lingani hisoblanar ekan. Xo'p. Bundan kelib chiqadiki, sredniyga qarab savdo yaxshi bo'lyapti, sredniy chek yaxshi bo'lyapti degan fikr kelib chiqadi. Shuning uchun bu formula juda ham foydali. Buni qilishni o'rganamiz. Buning uchun bizga среднее значение если degan formula kerak. Sredniy значение если ni bosdik. Buni ham so'raydigan narsalari bor. Argumentlarga kiritamiz. Birinchi diapazon. Diapazonga menejer otini kiritamiz. Xo'p. Demak, shart bo'yicha dilfuzanikini bilish kerak ekan. Условия deganiga dilfuza deb yozamiz. Endi diapazon усреднения, ya'ni sredniysini chiqarish kerak bo'lgan diapazonni belgilaymiz. Bu summa. Javobimiz 591.600. Endi buni tekshiramiz. Ya'ni dilfuzani sredniy ko'rsatkichi savdosi qanaqa? Eslab qolinglar, 591.600 chiqdi. Demak, dilfuza summasi hammasini belgilab tursak, mana bu yerda o'zi hisoblab beradi. Kolичествоsi 5 ta zakaz, summasi 2.958 ming so'm va uni sredniysi 591.600 so'm. Demak, biz to'g'ri hisobladik. Bu formulani o'zingizlar ham bir hisoblab ko'ringlar. Juda ham foydali formula.